O'rtoqlar, Begovoddaman. Shu sovuqda zapravkada bitta akamiz ishlayaptilar, ko'rayotgan bo'lsanglar, hozir mana 200 ming so'm pulni mana bu yoqqa tiqamiz. Agar akamiz bizga mana shu pulni qaytarib bersalar, 10 million so'm pulni hammasini akamizga berib ketamiz. Ana endi zapravkaga kiramiz. Ketdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka polni. Moshinada pul chiqdi. Yo'q, hazillashmayapsan. Yo'q, moshinada chiqdi. Serios. Ha? Gap yo'q aka. Aka gap bo'lishi mumkin emas. Videoga olsak maylimi? Mikrofon taqib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Sog'laringiz yaxshimi? Bu pulni atinglar o'zimiz qo'ygandik, aka. Mana shu pulni qaytarib berganingiz uchun 200 ming so'm sizga, aka. Mayli, rahmat. Yo, seriosni. Mayli, rahmat kattakon. Bo'pti, nima pulni qaytarib berdingiz? Buni haqidan qo'rqamiz. Alloh rozi bo'lsin aka, gap yo'q. Yana bitta savolim bor. Eng katta orzungiz nima? Eng katta orzum o'g'lim tuzalib ketishi. Nima bo'lgan o'g'lingiz? O'g'lim ko'chkasi arkasi qolgan ishlamaydi. Dializ oladi, reanimatsionida. Hozir reanimatsiyadami? Tuzalib ketishiga necha pul mablag' ketar? 25 ming, 30 ming deyishadi. Turkiyada operatsiya qilish kerak ekan. Azizlar, Alloh bizni joyiga yetaklab kelibdi. Akajon, mana shu pullarimiz sizga. Bu yerda 10 million so'm pul. Mana shu videoga like bosganlar barcha obunachilarim nomidan qabul qilasiz. Agar mablag' tarafdan yordam qila olmasangiz, mana shu videoga like bosing, videoni ko'proq insonga tarqating, kommentariyaga farzandlarini haqqiga duo qiling, kommentariyaga saxovat peshalarini chorlab ham bizni mana shu yaxshiligimizga sherik bo'lishingiz mumkin albatta azizlar. Akajon, farzandingiz tuzalib ketsin. Xudo xolasa biz obunachilar bilan buni uddalaymiz. Birgalikda katta kuchimiz o'rtoqlar. Sabablarini qilamiz. Qolgan hammasi Allohdan. O'rtoqlar, videoga befarq bo'lmanglar. Sizlardan iltimos, boringlarga shukr.